Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun juda ham chiroyli ko'rinishda chiqadigan, mazasi ham juda ham mazali, yumshoqqina, mayin, atirgul ko'rinishdagi bulochkalarni tayyorlaymiz. Tayyorlanishi juda ham oson. Bulochkani xush ko'ruvchilar uchun har kunlik retseptga aylanishi aniq bu bulochkalarni. Demak, bulochkamizni xamirini tayyorlashni boshlaymiz. Idishimizga 300 ml issiq sut, 1 choy qoshiqda quruq xamirturush dro'jja, ya'ni 70 ml o'simlik yog'i, 100 g shakar solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Sutni issiqligi qo'limizni kuydirmaydigan darajada bo'lishi kerak. 2 dona tuxumni oqi bilan sarig'idan ajratib olib, tuxum oqini suyuq massamizga qo'shamiz. Tuxum sarig'ini ustini yopib chetga qo'yib turamiz, keyin tayyor bulochkalarni ustiga surish uchun olib qo'yamiz. 1 choy qoshiqda vanilin solib, vanilin shakari, ya'ni yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi unni yarmini elakka solib, 1 choy qoshiqda tuz qo'shamiz. Dro'jjali ko'pir oshirma xamirlarga suyuq massaga tuz solib eritilmaydi, shuning uchun har doim un bilan birga tuzni qo'shaman. Unni oz-ozdan solib xamirimizni tayyorlashni boshlaymiz. O'rtacha yumshoqlikda xamir tayyor bo'lishi kerak. Yaxshilab mushlab olamiz xamirni. Silliqqina, chiroyli ko'rinishdagi xamir tayyor bo'ladi. Mana xamirni yumshoq qattiqligini ko'rsatib o'tdim. Endi tayyor xamirni ustini yopib, sochiq bilan, plyonka bilan yopib, iliqroq yoki issiqroq joyga oshirishga qoldiramiz. 1 soatga yaqin vaqt davomida oshib chiqadi, yaxshigina ko'tarilib chiqqan. Xamirni ortiqcha havolarini chiqazib, ozgina stolga qo'yib, xamir bilan ishlab olishimiz kerak. Mana xamirni endi bo'laklarga bo'lib chiqamiz. 8 ta bo'lakka bo'ldim men. O'rtacha kattalikda bo'ladi shunda. Faqat bo'laklaganimizda hammasini bir xil kattalikda qilishga ahamiyat berishimiz kerak. Iloj bo'lsa, oshxona tarozisidan foydalansak ham bo'ladi. Tayyor bo'laklangan xamirlarni dumaloqlab chiqamiz. Bitta-bittadan olib, bulochkalarimizni tayyorlashni boshlaymiz. Har bitta xamirni yoyganimizda qolgan xamirlarni ustini yopib qo'yishimiz kerak, bo'lmasa qotib qoladi usti, ishlashga qiyin bo'ladi keyin. Xuddi shu videoda ko'rsatilgandek yupqalikda yoyib olamiz. Endi xona haroratida yumshatilgan saryog'ni oz-ozdan xamirning ustiga yupqa qilib, bir tekisda hamma joyiga bir xil qilib surtib chiqamiz. Xohishga ko'ra quruq mevalardan qo'yishimiz mumkin. Mayiz bilan o'rikni quritilganidan to'g'rab, maydalab ustiga sepib chiqdim, qo'yib chiqdim. Buni qo'yish-qo'ymaslik xohishga ko'ra, lekin juda ham mazali chiqadi. Rulet shaklida o'rab chiqamiz tayyor xamirni. Xuddi shu videoda ko'rsatilgandek qilib tayyorlaymiz. Tayyor o'ralgan ruletni ikkiga bo'lamiz o'rtasidan. Oxirigacha bo'lmasligimiz kerak. Oxirdan ozgina joy qoladi, bo'laklangan joyidan. Endi xuddi shu videoda ko'ringandek qilib o'rab chiqamiz. Juda ham oson, lekin juda ham chiroyli ko'rinishdagi bulochkalar bo'ladi. Gul shaklida chiqadi. O'rtasini ozgina bostirib qo'yamiz, bo'lmasa pishganda ko'tarilib ketadi. Qolganini ham xuddi shu tarzda, xuddi shu videoda ko'rsatilgandek qilib tayyorlab olamiz. Yana 1-2 marotaba ko'rsatib o'tdim. Hammasini tayyorlash jarayonida birinchi bo'lib tugib tayyorlab qo'yilgan bulochkalar yaxshigina ko'tariladi, dam oladi. Keyin ortiqcha dam oldirish shart emas. Faqat bulochkalarni tayyor tugib bo'lgunimizcha tayyorlarni ham ustini yopib qo'yishimiz kerak. Strech plyonka bilan. Mana yaqinroqdan ham videoga olib ko'rsatishga harakat qildim. Xuddi shu ko'rinishda tayyorlab chiqishimiz kerak. Ustma-ust qilib, soch o'rgandek qilib o'rab olamiz. Pishib chiqqanda kesilgan joylari ochilib, atirgul shaklida juda chiroyli shaklda ko'rinishda chiqadi va hamma joyi bir xilda pishadi, juda ham mazali, yumshoqqina bo'lib.
Hammasini xuddi shu ko'rinishda tayyorlab, patnisga pishiriq qog'oz to'shab, ustiga bulochkalarni terib chiqamiz. Mana videoda ko'rsatib o'tdim. Bulochka tugilgandan keyin o'rtasidan ozgina bostirib qo'yishimiz kerak. Endi boyaga olib qo'yilgan tuxum sarig'iga ozgina sut qo'shib aralashtirib, bulochkalarni ustiga hamma joyiga tegadigan qilib surib chiqamiz. Bu arada duxovkani ham oldindan qizitib qo'yishimiz kerak. Tepa-pasti baravar yoqilgan holatda 190-200 gradusda 20-25 minut davomida pishib tayyor bo'ladi. Yana ham hamma o'zini duxovkasini turiga qarab, bulochkalarni usti yaxshi chiroyli qizarib chiqqunicha duxovkada qoldiramiz. Mana pishib tayyor bo'ldi, juda ham chiroyli ko'rinishda. Xohishga ko'ra ustiga ozgina sirop yoki asalni ozgina suv, qaynagan suv aralashtirib, sirop tayyorlab sursak bo'ladi. Yana ham chiroyli yaltirab chiqadi bulochkalarimiz va mazasi, shirasi ham sal ko'proq bo'ladi shunda. Asal bilan ozgina qaynagan suvni aralashtirib surtib chiqdim ustiga. Juda ham ishtaha ochadigan, yumshoqqina, birpasda yeyilib ketadigan bulochkalardan biri bo'ladi. Ko'rinishi ham ajoyib. Sotuvga tayyorlamoqchi bo'lganlar ko'paytirib retseptini tayyorlasa ham bo'ladi. Mehmondorchilikda ham tayyorlasak, dasturxonimiz ko'rki bo'lib turadi. Albatta tayyorlab ko'ring, hammaga yoqimli ishtaha. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Fikr va mulohazalaringizni video ostida yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.